Assalomu alaykum obunachilar, hoji ona, hoji otalar. Mana bugun molxonamiz bitdi. Ba'zi bir blogerlarga, vodiylik blogerlarga qiziqib biz ham ish boshladik. Men o'zi kasbim aslida to'kir bo'lib ishlayman. Molxonani qurdik. Endi boyagi ishdan tashqari ish, boyagi uyga sarmoya kirgizish uchun bu yoqqa xudo xolasa qo'yxona qilmoqchimiz. Bu tomoni, mana onalari. G'unojin boqmoqchimiz. Mana uzunasiga 18 metr. Eniga 7 metr. Mana shunday 12 ta molga to'g'irladik. Bu yoqdan fortishkalar qo'ydik. Oldi mana ochiq. Yo'qlar ochiq. Hali taxtalarga qilib turganiga e'tibor bermishlar. Bu yoqlarini aniqlamiz. Oxirida mana hozir bu tomonni olaylik, ko'rasizlar. Har bittasiga mana shunaqa halqa qo'yib chiqdik. Mana bu tomonda ham bor. O'rtasiga mana o'rtada mana YouTube'da ko'rdik. Buni pastga qarab zanjir qo'yilsa 1 metr qildik orasini. Mana oxirida ko'rinishi yarim oy shaklda qilingan oxir. Bu yog'i 90 bo'ldi. Mana shu molxonada xudo xolasa g'unojimlar olib boqmoqchimiz. Bu yog'i qo'yxona qilinadi. Mana oldi tomonlari. Do'stlar, obuna bo'lib ketinglar. Biz ham ko'tarilaylik. 1000 ta bo'lsa, xudo xohlasa promo efirlar qilib, mol bozorlarga tashrif buyurib, mol bozorlardan syomka qilib, sizlarga chiroyli videolar, kontentlar qilib boraveramiz. Sizlardan boyagi pul, baribir ko'rganlaringizga megabayt oladi xullas. Men hali u narsani tushunmayman. Bir xillar like dan pul beradi, kommentariyadan pul beradi, unaqa narsalar bilmayman. Prosta 1000 ta bo'lsak, boya promo efir bo'ladi. Shu do'stlar,